Do'stlar, bir oylik mehnatimizni bir baholab, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib ketinglar do'stlar. Kamchiliklari bo'lsa ozgina maslahatinglarni berib, o'z fikringizni bildirib ketinglar do'stlar. Xullas, qo'yxonani o'zimiz noldan qurdik, mana amallab qo'ldan kelgancha harakat qildik. Boshida ustalar oldiga borsak, bizga mana shunaqa 12 ga 8 metrli qo'yxona qurmoqchimiz deb ustalarning oldiga hisoblattirgani borsak, bizga 10 million usta haqqi so'rashdi. Bizga u narx juda qimmatli qildi. O'shaning uchun pulni tejash maqsadida o'sha 10 million pulni olib, Farg'onada Optim Terak taxta bozori bor ekan, shu yoqda arzon dishgandi. O'sha yoqqa borib 10 millionga terak, taxta, to'sin, ustun hammasini hisoblattirib olib keldik va o'zimiz bir jiyanim bilan birgalikda bir noldan qurmoqchi bo'ldik do'stlar. Harakat qilib mana qo'ldan kelgancha ko'rib turibsizlar, bir oy mehnat qildik. 10 millionga taxta oldik, 4 millionga shipir oldik, 1 millionga tunka oldik. Mix-pix, mana shunaqa mayda chudalari bilan xullas bizga 18 million pul ketdi do'stlar. Hozir ustalarga qildirganimizda 28 millionga aylanar ekan bu qo'ramiz. 12 ga 8 metrli qo'ramiz 28 millionga aylanar ekan. Bu nima demoqchiman? 10 million pul tejab qoldik do'stlar. Odam qilgan ishi odam qilar ekan. Mana amallab mustahkam qilib har bir detalini tushunmaganimizda ustalardan undan bundan so'rab amallab harakat qilib mana qo'rani bitirib, qo'y bizneslarini ham boshlab oldik do'stlar. Qo'llab-quvvatlab, kommentariyada fikringizni bildirib ketarsizlar. Poddesh qilib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar.